Gentracha akalar, sizlar uchun lifehack. Qarang, agar sizlarning mashinalar avtomat qilib kunlik bo'ladigan bo'lsa, mana bunday pataloqdan suv o'tgan bo'lishi mumkin. Buni uy sharoitida ham to'g'rilasak bo'ladi. Lyukni ochib olamiz. Mana bu yerga oyog'imiz bilan chiqib olamiz. E'tibor qilamiz, qaranglar. Mana bu qismi, mana bu yerda teshicha bor. Ko'rayotgan bo'lsalaring, mana teshicha. Bu yoq qismida ham xuddi shunday teshicha. Mana shu teshicha lyukdan agar suv o'tadigan bo'lsa, tog'orachasi, bu tog'oracha suvga to'ladi. Tog'oracha suvga to'lgandan keyin mana shu yerdan oqib chiqib ketish kerak. Agar mana shu yerga nimadir kirib qoladigan bo'lsa, suv oqib chiqib ketmaydi va salonga urishi mumkin. Shuning uchun buni yaxshilab mana shunday qilib tozalab oladigan bo'lsak va mana bu laganchalarni har zamon artib turadigan bo'lsak, bunaqa muammodan qutulsak bo'ladi. Bu kanalcha bu yoqdan kiradi va mana bu yerdan chiqib ketadi. Demak, shu ikkita teshichani yaxshilab tozalab laganchani artib turadigan bo'lsak, bunaqa muammo bizda deyarli bo'lmaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosishingizdan chiqmasin va bunda Gentracha do'stinglarga tashlab qo'yish ham esingizdan chiqmasin.